Honda AQShda sotgan 259 mingta avtomobilni qaytarib olmoqda. Gap nimada? Honda AQSh hududida sotgan ba'zi bir modellari, agar aniqroq qilib aytsa, 2021 dan 2025 gacha ishlab chiqarilgan Acura TLX, 2023 dan 2025 gacha ishlab chiqarilgan Acura NSX va 2023-yildan 2025-yilgacha ishlab chiqarilgan Honda Pilot modellarini tormoz pedali yaxshi qatmagani uchun haydovchilar shu modellarda tormoz bergani qiynalishgan. Agar o'ylab qarasangiz, haqiqatan tormozingiz pedali o'ngga chapga qimillab tursa, tormoz berish haqiqatan qiyin bo'ladi. Shu sababdan Honda aytib o'tilgan modellarda egalariga aloqaga chiqib, mashinalarni o'zingiz shahringizdagi Honda dileriga olib kelsangiz, ish ko'rsatayotgan pedalingizni tekinga tuzatib, bir yo'l mahkam qilib qatirib berishadi. Bu holatda Hondaga hech qanaqa qo'rqinchli tarafi yo'q. Hamma avtokompaniyada ham shunaqa brak detallar chiqib turadi. Odatda boshqa kompaniyalar ham shunaqa qaytarib olish, tuzatib berish tadbirlarini o'tkazib turishadi. Hech kim xavotir olmasa ham bo'laveradi. Videoda Hondachi tanishlaringizga jo'natib qo'ying.